kasb emas, taqdir degan gap bor. Shu buxanka bo'lardi. O'likxonada shuni qornim ochqaydi soat 2-3 ga borib, og'zimni olib kelganimcha shu o'likxonadagi hidini buxanka shimib olardi. Qizingiz bo'lgim keladi. Ketini stolga qo'yib, yaxshi o'qimagan. Endi qiz nihoyatda tannoz. Qizlarga shu yarashganligi uchun hamma shuni moda qilib yubordida, menga ham shunaqa qilib bering deyishga tushdi. Boyni bolasi boy bo'ladi deydi. Yo'qda eshak minib shunaqa katta bo'lgan yigitlarimiz shu o'sha payt bir marta yig'laganman. O'zimcha kolgotka sexini gaplashdim. G'alabaning otasi ko'p, mag'lubiyat esa yetim deyshadi. Men ishlab yuribman, sizlar nima qilyapsizlar? Hozircha shu kvartirada tursam, zo'r spetsialist bo'lay, keyin bir gap bo'lar deydigan 10% odam bor. Global o'zbek. Milliy qadriyatlarni unutmagan, o'zbek xalqining keng qamrovli imkoniyatlarini targ'ib qiluvchi, nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda e'tirof etilgan, dovruq tarqatayotgan zamondoshlarimiz loyihasi. Assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchi. Bizga sizdan nima kerak? Foydali podkast uchun, intervyu uchun ozgina vaqt, obuna bo'lishingiz, like bosishingiz va intervyuimizni oxirida albatta izohlaringizni kutamiz. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni tibbiyot sohasida 30 yillik tajribaga ega lor xirurg, plastik jarroh, Fomed klinikasi asoschisi va rahbari Faxriddin Abloqulov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Malikaxon? Yaxshimisiz, Faxriddin aka? Zo'r, Xudoga shukr. Faxriddin aka, o'zi global o'zbek siz uchun nimani anglatadi? Men o'zim o'zbekman. O'zimizni o'zbekligimizni unutmagan holatda, lekin dunyoda ham mana shu O'zbekistonda o'zbekning kimligini dunyoga tarqata oladigan, o'zimizni kasbimizdan, o'zimizni qiladigan ishimizdan kelib chiqqan holatda insonlarga yaxshilik qilib, o'zimiz milliy qadriyatlarimizni yo'qotmasdan, lekin zamon talabiga ham e'tibor berib, to'g'ri yashay oladigan inson sifatida bilaman. To'g'ri fikr bildirdingiz va suhbatimiz boshida xush keldingiz demoqchi edim, lekin biz xush keldik. Chunki ayni daqiqalarda sizni klinikangizdamiz. Klinikaga kirib kelishimdan men e'tiborimni tortdi shinam, qulay va yangi klinika ekan. Umuman olganda Faxriddin aka, rinoplastika o'zi nima? Keling biz hozir tomoshabinlarga ozgina tushuncha beraylik va nimaga bugungi kunda rinoplastika rivojlanib boryapti? Endi rinoplastika, rino bu grekcha burun, plastika demak burunda bo'ladigan o'sha jarrohlik amaliyotlarini tushunadigan bir meditsina sferasi. Rinoplastika o'zi 100 yil, 200 yillardan beri rivojlanib, sekin-sekin rivojlanib kelyapti. Qadimdan ham bo'lgan, juda ko'p jangchilar o'sha burni kesilgan, boshqa qilgan, qo'ldan kelgancha harakat qilingan, u payt narkoz bo'lmagan, boshqa asosan mana shu 19-asrda oxirlaridan keyin rivojlanishni boshlagan. Ko'proq bizlar o'zimizni O'zbekistonga oxirgi 10 yil, 20 yilda ko'proq bu global o'sha meditsina sferasidan bittasi bo'lib qoldi. Sababi burun qiyshiqligi bilan tug'iladi, quyon lab bilan tug'iladi yoki hayot mobaynida har xil jarohatlar oladi, avtohalokatlar yoki birov bilan urush qilib, burni qiyshayib, qiz bolalarda ham shunaqa bo'ladi. Keyin uni makiyaj qilib bo'lmaydi. Yuzini makiyaj qilsa bo'ladi, ko'zini makiyaj qilsa, lekin burunni ming makiyaj qilsangiz, agar burun katta bo'lsa, garbinka baland bo'lsa yoki o'sha qiyshiq bo'lsa, uni foydasi yo'q. Eng asosiysi, men ham lor vrach, ham plastik jarroh bo'lganim uchun o'sha rinoplastika bilan birgalikda burunda nafas olishni ham yaxshilaymiz. Burunda nafas olish yaxshi bo'ladi, o'sha bosh og'riqlar, azoblar, tez shamollashlar, kislorod tanqisligi hammasi yo'qoladi va burun ham chiroyli shaklga keladi. Bu o'sha oxirgi paytda bir fikrga kelamanki, bu burun nima uchun kerak? Bu burun nafaqat nafas olish uchun, hid bilish uchun, boshqa bo'lishi kerak. Bu burun umuman hayotni tuzish uchun ham kerak bo'ladi. Sababi juda ko'p qizlarda 17-18 yosh qizlar bilaman burni o'ziga yoqmaydi, qiyshiq, o'sha har xil holatlar, jarohatlarda shunaqa bo'lgan, ular kayfiyati bo'lmaydi. Shularni nafas olinishini yaxshilab, burunni yuziga mos qilib chiroyli yasab bergandan keyin o'sha qiz bolalarda hayotga motivatsiya paydo bo'ladi. Endorfin gormonlari ko'proq ishlab chiqishni boshlaydi, o'zini yaxshi his qiladi. Yaxshi joylarga turmushga chiqib, farzandli bo'lib, umuman hayotida katta o'zgarish bo'lib ketadi. Ya'ni aytmoqchisizki, o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Albatta. Bitta burunning to'g'irlanishi Albatta. natijasida. Albatta.
statistikada dunyoda hozirgi kunda necha foiz insonlar burundan to'g'ri nafas olishmaydi? Endi har xil statistika bor. Bu yerda где-то 10% dan 20% gacha odamlar taxminan endi aytadi, shu 1 milliardgacha odamlar, 8 milliard aholi bo'lsa, burundan yaxshi nafas olmaydi. Juda ko'pchilikda burundan o'sha hayot mobaynida o'sha qiyshayishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shu endi ular hammasi ham operatsiya qilavermaydi. Sharoiti borlar albatta qilsa, u yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Plastik jarrohlikka kirib kelganingizda, o'zi O'zbekistonda bu soha qanday rivojlangan edi? Men o'zim lor vrach bo'lib Samarqand davlat meditsinasini tugatganman 94-yil, keyin shu lor vrach bo'lib ishni boshlaganman. Endi u paytlari u darajada haligi emas edi. 2010-yillardan keyin o'sha rinoplastika ehtiyoj sekin kuchayib boravergandan keyin shu sohamda ozgina o'zgartirishga kiritishdim. Rinoplastika bilan shug'ullanmoqchi bo'ldim. Funksional rinoplastika, asta-sekin estetik rinoplastika. O uchun men majbur bo'ldim o'sha plastik jarrohlik diplomi ham bo'lishga. Chunki rinoplastika so'zi bor-ku, faqat lor vrachda o'ziga litsenziya bo'yicha mumkin emas. Endi uni o'rganish uchun o'zim Toshkentda harakat qildim. Baribir tajribam o'zimda ko'nglimdagidek bo'lmagandan keyin Kiyevga bir 10 kun o'qishga boray dedimda, 17-yil. Borganimdan keyin taqdir taqozosi bilan yaxshi insonlar bilan tanishdim, ustozlar bilan tanishdim. Ancha 200 kundan ko'p qolib ketdim. O'sha Zinchenko Dmitriy Aleksandrovich, Pinchuk Vasiliy Dmitrievich ular menga shu rinoplastikani sirlarini, tub mohiyatini ular menga rostdan ham chin dildan o'rgatishdi. Faxriddin aka, shifokorlik bu kasb emas, taqdir degan gap bor. Siz o'zingizni shifokor sifatida, ya'ni taqdir tanlovi deb hisoblaysizmi? Endi men shu maktabda o'qib yurgan paytimda maktabda oltin medal bilan, keyinchalik meditsina institutini qizil diplom bilan tugallaganman. Yaxshi o'quvchi edim, eslaydim. Eslamas edim-ku, lekin baholarim yaxshi edi. To'polonchi bo'lganmiz, sport bilan shug'ullangan. Endi qishloqda eshak minib shunaqa katta bo'lgan yigitlarimiz shu o'qituvchi bo'laman, ximiya va biologiya sohasida o'qituvchi bo'laman deb yurgan edim, lekin shu taxminan 7-8-sinfda qishlog'imizda biblioteka bo'lardi. O'sha paytlarda endi u paytda internet yo'q, Instagram, TikTok gaplar yo'q, hamma kitob o'qirdi. Shu kitob o'qiganimizda menda Fyodor Uglov degan xirurg bo'lgan, rossiyalik, o'shaning Xirurg qalbi degan kitobini o'qiganman. Shunchalik qiziqib o'qidimki, shu kitobni o'qiganimdan keyin shu xirurgda hayoti, bo'ladigan voqealar, hamma narsalarni juda chiroyli yoritib bergandan keyin nima uchundir xirurg, imенно nafaqat medik, imенно jarroh bo'lishga men qaror qilib 7-8-sinfga o'tish paytlari yozda o'qigan bo'lsam kerak. Shundan keyin meditsinaga judayam mehr berganman. O'zimcha operatsiyachilar boshlaganman, hayvonlarda boshqa narsalar qilib, o'zimcha ko'p narsalarda o'qib, xudoga ming qatla shukr, maktab bitirganimdan keyin a'lo baholarda meditsina institutiga, Samarqand institutiga kirib, ham keyin qiziqib o'qidim. Faqat qiziqib o'qiganman meditsina sohasida. Xalqaro miqyosda shifokorlarimiz qanday tanilmoqda? Va sizni qabulingizga chet eldan bemorlar ham tashrif buyurishadimi? Ularning fikrlari qanday? Endi oxirgi paytlarda ko'z tegmasin, oxirgi 5 yil, 10 yilda birinchi O'rta Osiyo bo'yicha Toshkent tibbiyot markazi bo'lib qoldi. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston ichida hamma uni tan oladi. Toshkent, O'zbekiston o'sha tibbiyot yaxshi rivojlangan mamlakatga kiradi. Chunki bizlar to'g'risi Ibn Sinoni avlodlarimiz. Bizda meditsina institutlari avvaldan ham ko'p bo'lgan, hozir ham yana ko'paygan meditsina institutlari mediklikka o'qishga o'zbeklarda qandaydir shu qonida bormi harakat qiladi medik bo'lishga. Bu bir. Ikkinchidan bizlarda o'zbeklarimiz bitta narsaki hunarmand, chevar. Shu nihoyatda e'tiborlik bilan o'qib o'rganib qiladigan operatsiyalarni ham, o'sha davolashlarda boshqalarida ham shu guliga qo'yishga harakat qiladi. Bu chet ellik o'zimiz atrofimizda mamlakatliklar uchun yaxshi bilinadi. Oxirgi paytda o'sha masalan 10 mingta, 20 mingta vrach bo'lsak, shularning ichida kamida mingtasi, uni ichida eng zo'rlari 100-200 tasi dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan vrachlar hisoblanadi. Masalan, mana o'zim ham shu rinoplastikani yaxshi o'rganib boshqancha qilib kelganimdan keyin Kiyevdan tushyapman, 23 kilolik chamadon, ichida kiyim yo'q, faqat ichida kitob, 23 kilolik kitob. Shuni hammasi 2 marta, 3 martadan o'qib chiqqanman. O'likxonalardan chiqmay o'rganganman, to'polon-tomiyani zo'r o'rganganman. Endi keldim Toshkentga. Endi rinoplastika patsient qanday topaman?
keyin o'zimcha bu doktorlarga bordim, kirdim, boshqa qildim. Baribir 20 mingta, 30 mingtadan bitta aholidan bir kishi rinoplastika qildirtiradi. Hammaga ham olig emas. Keyin hamma ham yuzidan qo'rqadi. Shunaqangi takliflar bo'ldiki, dunyo ahamiyatiga ega bo'lishingiz uchun ko'proq siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak deb. Keyin sekin-sekin yaxshi roliklar qo'yishni boshladim. Rinoplastika to'g'ri fikrlarimda, qiladigan operatsiyalarimda. Keyin shunaqangi storieslarga yaxshi narsalar qo'yganimdan keyin ko'plar aytdi, shuni postga ham qo'ying, oilangiz to'g'risida. Xotiningiz bilan bo'lgan munosabatlar, farzandlar tarbiyasi, umuman yumorlaringiz bor. Sekin-sekin uni men reelsga qo'yishni boshlagandan keyin millionlab ko'rib, bir xillar 10 million, 20 million prosmotrlar bo'ladi. Ular Amerika, Yevropa, Dubay, Turkiya, Rossiya, ishqab hamma joyga tarqab ketdi. Hindiston, Xitoy, Koreya. Asta-sekin bu doktor Kebakan deb sekin-sekin kirib, meni ishimni ko'rib boshqa narsa qildi. Hozir va nihoyat hozir 60-70% patsiyenti meniki chet elliklar. Hozir mana misol uchun kecha ikkita operatsiya qildim. Bittasi Amerikadan kelgan, bittasi Rossiya, Moskvadan kelgan. O'sha reelslar orqali ko'rib, lekin shunga yarasha ishni ham zo'r qilish kerak. Albatta, ba'zi operatsiyalar deyarli sizda hamma operatsiyalar muvaffaqiyatli o'tadi, lekin faoliyatingizda bo'lganmi? Muvaffaqiyatsiz bo'lgani, ya'ni og'riqli bo'lgani siz uchun. Bo'ladi. Siz uchun ham va bemor uchun ham. Bo'ladi unaqa, chunki bir xil patsientlar keladi. Men o'zim tibbiyotda shunchalik zo'r rinoplastika o'rganib, boshqa shunchalik o'zimga ishonamanki, xohlagan burunni qila olaman. Bu juda katta baxt bu vrach uchun. Qo'rqmayman, chunki agar Instagramda bo'lsangiz, qanaqa burunlar keladi. Masalan, o'tgan oyda o'zida nechta operatsiyalar 6-7 martalab bo'lgan, boshqa mamlakatlarda bo'lgan. Bir insonning o'zida. Bir insonni o'zida. 6-7 Uni boshqavatdan qilish u nihoyatda qiyin narsa. Uncha-muncha sog'liq uchun zarar emasmi? Yo, endi baribir nafasi yaxshi emas, baribir ko'ngliga bo'lmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. Uni bir yaxshilab qilinadigan joyi bo'ladi. Shular masalan bioekonomika kelmaydi. Masalan, ular Amerikaliklar strafovkasi bo'ladi, bepul qilsa bo'ladi o'zlarida. Lekin ishonib ko'pchilik shunaqa keladi. Bu bir. Ikkinchidan, shunaqangi og'ir holatlar bo'ladi. Patsient haqiqatan nafas olish yaxshi emas, juda og'ir jarohat olgan, yuzi kuygan, burni kuygan, boshqa narsa qilgan. Shular xohlaydi, aytgan pulingizni beraman, iltimos qilib bering deb. Lekin uni yoshi sal katta bo'lib qolgan, qon bosimi baland, yurak sistemasida, jigarda problemalar bor, narkozdan qanday chiqar ekan, yoki men qilgan operatsiyam chandiqlar qanaqa tortar ekan, nima bo'ladi, boshqa narsa. Shulardan bir aniq o'zimga ishonmagan paytlarim bo'ladi, lekin bular baribir ham qilib bering degandan keyin ularni maxsus davolashlarni o'tkazib, undan keyin qilganman. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, shular hammasi rozi. Bu juda katta baxt. Albatta. Lekin bo'ladi, mana masalan patsientlar, menga keladigan patsientlarning 20% sal tomi ketganlar ham keladi. Chunki ular bir oyog'ini qiladi, bir mammoplastiya qiladi, bir dummasini qildiradi, endi burni yoqmay qoladi, yo kimgadir qildirgan bo'ladi, yana boshqa endi sal bunaqa qilib bering deydi. Ana shunga o'xshaganlardan ozgina ehtiyot bo'laman. Juda qilmasa bo'lmaydigan holatlar, nafasi qiyin bo'lsa mayli qilib beraman, lekin ulardan ehtiyot bo'lish kerak, chunki ular juda chatoq bo'ladi. Ular shantajga o'tishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, yoki 2-3 oy sal atyo ketgancha chidamaydi-da, nima unaqa, nima bunaqa deb. Yo keyin aytadi, doktor Fahri bunaqa samayliklar joyida, rahmat, burnim yoqdi. Va xursand bo'lasiz. Bu darajaga chiqquningizgacha 30 yil vaqtingiz ketgan. Va hozirgi kunda tibbiyotni tanlayotgan yoshlarimiz bor. Tibbiyotni tanlamoqchi bo'lgan va tanlagan shu yo'lda ketayotgan. Ularga, yoshlarga qanday maslahat berasiz? Chunki hozir ko'p yoshlar tez natijaga erishishni xohlashadi. Chunki hozir bizlar kapitalizm tuzumi ketyapti bizlarda. Bizlarda hozir albatta o'sha finans tomoni yaxshi bo'lish kerak, yaxshi yeb ichish kerak, yaxshi mashina minishim kerak, yaxshi uy qilishim kerak degan narsa hamma deyarli 90% odamlar shu narsani o'ylaydi. 10% to'xta, avval ishimni avval qilib olay. Hozircha shu kvartirada tursam, zo'r spetsialist bo'lay, keyin bir gap bo'lar deydigan 10% odam bor. Qolgan 90% unaqa emas. Bu bir. Ikkinchidan, menga deyarli har kuni har xil vrachlar keladi, meni ishga qabul qiling. Kelganda endi men 88 ta fanda meditsina institutida hammasini 5 baho bilan tugallaganim uchun hamma sohani juda ham yaxshi bilaman, meditsinani. Qaysi spetsialist bo'lsa, shu spetsialistga shunaqangi savol javob qilamanki, ular qoyil qoladi. U deydi, urologiyani mendan zo'r bilasiz, deydi. Ginekologiyani mendan zo'r, nevrologiya. Mana shu
mana shunaqa savol javob qilganimda juda ko'pchiligida haligi ozgina sayozroq so'z yaxshi shu haligi ketini stolga qo'yib yaxshi o'qimagan yoki praktikalarni yaxshi qilmagan, shu yurakdan sevib shu narsani o'rganmagan yoki ustoz tanlamagan. yoki yaxshi ustozlar qilmagan. Shuning uchun mana shunga o'xshagan narsalarni ko'p ko'ramanda, voy afsus deyman, shu ota-onasi unga o'qitgan 7 yil, 8 yil vaqti ketgan, ishsiz shuncha umr deymanda. Ko'pchilik bahona qiladi, yaxshi o'qimasa yoki tanish bilishchilik deydi yoki boyni bolasi boy bo'ladi deydi. Lekin siz o'zingiz qiyinchilikda katta bo'lgansiz. Qanday qiyinchiliklarni ko'rdingiz? Nimalar boshingizdan o'tdi? Endi shunchalik ko'p qiyinchiliklar bo'lganki, oxirgi paytda shunaqangi gap moda bo'lib ketdi. Qiyinchilik ko'rganman, mana bunaqa qilganman, keyin mana bunaqa bo'lib ketdi. Endi oxirgi paytda shu gapda ko'p eshitadigan bo'lganmiz. Endi shunga o'xshaganroq manaki ham. Shuning uchun borku menga haligi hayotdagi mayda-chuyda problemalar, muammolar men uchun hech narsa emas. Masalan, o'sha sohamni yaxshi ko'rganligim uchun menga o'sha qiyinchiliklar bilinmagan. O'likxonalarda oqshom bilan qolib ketib, yarim kechalarda o'sha yerda uxlab qolib, sovqatib. Shu esimda bor. Shu buxanka bo'lardi. O'likxonada shuni qornim ochqaydi, soat 2-3 ga borib sovqat. Shu buxankani shunday yulib olib, shu salafanni olib og'zimga olib kelganimcha shu o'likxonalardagi hidini buxanka shimib olardi. O'sha ta'm, o'sha hid haligacha burnimdan ketmaydi. Lekin shu yaxshi shu sohani yaxshi ko'rganligim uchun o'sha narsa menga bilinmagan. Qiyinchilik bilinmagan. Bilinmagan. Mana hozir ham operatsiyalar keladi. Mana har kuni agar 2 ta 3 ta operatsiya qilsam, albatta bittasi buzilib qolgan burunlarni boshqatdan qilib beraman. Endi har xil dunyodan, mamlakatlardan keladi. Shuni 5 soat, 6 soatlab ketadi. Charchab qolsam kerak. 3 soat, 2 soat, 4 soat o'tgandan keyin. Lekin o'sha narsa menga bilinmaydi. Shuni guliga olib kelib, hammasini joy-joyiga olib kelib shunaqa qilmasam, masalan, patsientga sal 90% yaxshi qilib bersam ham bo'lar-da. Yaxshi-ku deyish mumkin, lekin men bilaman shuni qilsa bo'ladi shuni. Shuni guliga olib kelib hammasini qo'yningiz to'lmaydi, oxirgi yetkazmaguningiz. Necha marta boshini aylanaman, bunaqasiga o'lchayman, yana buni tepasidan qarayman, yana bosib ko'rib, boshqatdan rasmga olib tushirib ko'raman. Shuni ichidan bitta narsani topaman, to'xta, shuni ochaylik, 15 minut vaqt ketadi. Boshqatdan ochib, shu 1 millimetr joyida bo'lsa ham yana to'g'rilab, keyin ko'nglim joyiga tushadi. Keyin shunday kelaman operatsiyadan chiqib, mana daraga друзья, u нас получилось. Kelamanda ana undan keyin charchoq bo'ladi. Tapa tashlayman. Lekin patsientlar 12-kun yechganimda, gips yechganimda ularda ko'zdan chiqadigan o'sha xursand ko'z yoshlari men uchun juda katta baxt. Shu mavzuda savol bermoqchiman. Jarrohlik bu faqat texnika emas, balki psixologiya hamdir-da. Shifokorlar psixolog bo'lishi kerak. Operatsiyadan qo'rqadigan bemorlar bo'ladi. Ular bilan qanday til topishasiz? Ularni qanday operatsiyaga ko'ndirasiz? Mana Instagramda borsiz ham. Agar Instagramda kirsangiz, mana aka sifatida singlim bo'gingiz kelib qoladi. Yoki qizingiz bo'lgim keladi. Da. Shunaqa bo'lib keladi. Mana shu maqsad nima? Shu doktor Faxriddin o'zi kim shu? Bu odam o'zi yolg'on gapiradimi, yo'qmi? Bu odam negativshikmi bu odam yo pozitivni odammi? O'zi oilasiga, qarindosh urug'lariga, do'stlariga nisbatan o'zi qanaqa bu odam bu? Birov bilan oshna bo'lay desangiz, marakada o'tirib turishini ko'ring de. Qani shu odam o'zi jamiyatda qanaqa? Mana shu paytda o'zida ayol kishilar juda o'rganadi. Yuzini topshirib qo'yish juda qiyin narsa. Boshqa joyni qilsa, keyin ustidan qilsa, burunda bilinadi. 1 millimetr ham bilinadi. O'zi qiyshiga mana qo'yib yurgan bo'ladi. To'g'ri olib kelsam 1 millimetr mayli sal bunaqami deydi. Shu uchun ular ishonish kerak. Operatsiyaga yotish, narkoz olib operatsiya stoliga kirib kelish juda ham masalan menga 50 mingta odam operatsiya qildirishni xohlaydi. Lekin hozir endi 3 mingtadan 3,5 mingtasini qildim. Yana shuncha qilardirman. Lekin qolgan hammasini qilmayman. Lekin mana shularda o'zi ishonch paydo bo'lsa, aytaman-da, kecha Amerikadan kelgan, men aytaman, пересадкаlar bilan kelibsiz. Amerikada qildisangiz bo'lmasmi deb so'radim. Nima deykan deb. Men sizga shunchalik ishonaman, men uchun dedi masofa muammo emas dedi. Men sizga ishonaman. Chunki sizlarga
kimligingizni ko'rdim, bitta ikkita tanishlarimni shunaqa qiyin burunlarni shunaqa chiroyli qilib berdingiz deydi. Bu juda katta baxt. Shuning uchun men Instagramda o'zim haqimda ham, kimligimni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki bu yerda psixologiya. Patsient kirib kelganda patsientga aytaman, rostdan ham operatsiyadan keyin unaqa og'rimaydi. Shishlar bo'lmaydi. Operatsiya deyarli qonsiz bo'ladi, narkozimiz yaxshi. Sal qimmatroq, lekin yaxshi. Patsientlar shu gapimga ishonadi. Rostdan ham keyin aytadi, haqiqatan shunaqa ekan. Doim tabassum qilib yurasiz haqiqatdan ham. Rinoplastikani 10 yildan keyin qanday ko'rasiz? Yana qanday rivojlanishlar bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi 10 yil avvalgi rinoplastika bilan hozirgi rinoplastikani o'rtasida shunaqangi farq borki, masalan 10 yil avval masalan tipa Michael Jacksonga o'xshagan juda ham ingichka, kalta, mana shunga o'xshagan narsalar bir xil qizlarga shu yarashganligi uchun hamma shuni moda qilib yubordida, menga ham shunaqa qilib bering deyishga tushdi. Lekin u funksional rinoplastika bo'lmaganligi uchun hammada nafas olishda problema boshlandi, ko'rinishi ingichka boshqa ko'ringani bilan nafasda problema boshlandi 5 yil 10 yildan keyin. Hozir bizlar rinoplastikamizda tabiiy go'zal burun yaratishga harakat qilyapmiz hozir. Sun'iylikdan yiroqda, tabiiy. Nima uchun masalan tabiiy burun chiroyli Alloh yaratgan? Chunki o'sha nafasi ham yaxshi. Shuning uchun bizlar juda ham ingichka qilib, juda ham burunniga ingichka qilib, juda ham kalta qilib olib, unaqa qilish emas, yuziga mosroq. Masalan, uncha-muncha doktor kompyuterni modelирование qilib patsientga ko'rsatmaydi, chunki u ham ish. Vaqtni o'rgangan odam shuni ham o'rganay dedim, 2 oy vaqtim ketdi. Erinmay shuni o'tirdim. Photoshopni o'rgandingiz. Ha, mana shunaqa. Photoshop mana masalan, haligi studiyada, fotostudiyada qiladigan Photoshop boshqacha, bizdagi Adobe Photoshop deydi, bu meditsinskiy. Har bitta gradus, millimetr boshqa hammasini oldiga yuziga mos qilib yaratib, hammaniki har xil meniki. Mana hamma o'ylaydi, bir xil. Yo'q, operatsiyadan keyin atyoq bo'lgani uchun bir o'xshab ketadi. Lekin 4 oy 5 oy o'tgandan keyin hammani o'zini burni paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim tabiiy o'sha funksional faoliyatni yaxshi bajaradigan burunni tarafdorman. U baribir chiroyli bo'ladi. Hammani yuziga emas, qilib beraman. Birovning yuzi keng bo'ladi, ingichka qilib beraman. U yarashmaydi singlim, asal qizim. Mana ko'rsatsam, ha, yaxshi ekan deydi. O'zi necha yoshdan necha yoshgacha bu operatsiya mumkin? Rinoplastika shu 17 yoshdan qiz bolalarda mumkin, o'g'il bolalarda 18 yosh. Chunki qiz bola 17 yoshdan keyin deyarli o'smaydi. O'g'il bolalar 18 yoshdan keyin deyarli o'smaydi. To 70 yoshgacha. Endi men 65, 64, 68 yoshlarda qildim. Imенно 70 yosh, 69 yoshda ham qildim. 70 yoshi yo'q, lekin ular majbur bo'ldi. O'sha burni bunaqa burgut bo'lib tushib qolgan, faqat ko'tarib nafas olib yuradi. Keyin ularda yuraklarini lichina qilib, boshqa qilib, o'sha operatsiya qildik, qonchiklarini sal ko'tarib, mazza qilib yuribdi. Kakras Amerika Beverly Hills degan joydan kelgan ayol edi. Yosharib, nafaslari yaxshi bo'lib, kislorod tanqisligi yo'q. Endi uzoqroq umr ko'radi. Qanday bemorlarni operatsiyadan qaytarasiz? Ya'ni o'zini burni chiroyli bo'ladi, lekin qandaydir o'ziga noqulay his qiladi. Bo'ladimi faoliyatingizda? Bo'ladi. Bo'ladi. Masalan, bir yilda bo'lmadi deganda 10% patsientimni taxminan 30 ta 40 ta taxminan shuncha patsientni operatsiyadan qaytaraman, chunki qarasam nafas olish yaxshi, burnini ichi yomon emas. Agar nafas olish yaxshi bo'lmaganda ham klapani ochish bahonasi mayli qilsa bo'lardi, nafasi yaxshi. Endi qiz nihoyatda tannoz. Mana bunaqa qilib, bunday qarasangiz yomon emas. Nima bo'lganda ham 4 yil 5 yil hali kutish kerak. Qani ko'raylik. Hozir yomon emas dandamayman. Sal kutsam bunaqa bo'ladi, sal bunaqa bo'ladi. Lekin hozir teginsak ozgina farq qiladi, ozgina. Lekin hozirga nima deydi? Uni qilmasa ham bo'ladi. Men unga o'xshagan patsientlarda men ko'pincha qaytaraman. Mendan ozgina xafa bo'lib boshqaga qildirgan holatini ham ko'rdim. Sal burnim avvalgidan yaxshi, nafasim yaxshi emas deydi. "No, kak qizim, bunday qildingiz" deyman. Menga ishonmadingiz-ku, nima bunday qildingiz deb. Shunga o'xshagan keyin bir xillar bo'ladi, juda ham kimdadir qildirgan, menga kelgan, sizniki qimmatroq ekan deb boshqaga arzonga qildirgan. Keyin menga yig'lab keladi, endi qilib bering, boshqa. U haligi doktor rosa yomonlaydi, so'kadi, boshqa narsa qiladi, sotka bergan, boshqa qilgan, azob bergan, rosa yomonlaydi-da. Menga o'xshaganlardan ehtiyot bo'laman. Ular juda shantajchi bo'ladi boshqa yoki ota-onasini olib kelib do'gonlarga qo'l qo'ydirtirib, "Mabodaga bunaqa 100% garantiya bera olmayman, harakat qilaman. Bu buzilib qolgan burunda qilish oson emas" deb shunga rozi bo'lsa qilaman.
Hozir shantaj so'zini ishlatdingiz va ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan so'ng o'zbek xalqining shifokorlarga bo'lgan munosabatini ko'ryapmiz va kuzatyapmiz. Ba'zilar keladi, baqir-chaqir qiladi, hattoki qo'l ko'tarish darajasiga ham yetdi. O'zi o'zbek xalqining shifokorlarga bo'lgan munosabati, madaniyati qanday bo'lishi kerak? Endi bizda O'zbekistonda baribir odamgarchilik bor. Chunki boshqa joylarda ko'ramiz, doktorlarda juda ko'p sotka bergan, boshqa qilgan, urgan, so'kkan. Lekin ming afsus, o'zimiz o'zbeklarda ham oxirgi paytda ko'p kuzatilyapti. Ayniqsa farzand endi bolasi qaramayapsizlar deb urgan so'kkan joylari bo'ladi boshqa. Lekin bu sal noto'g'ri, sababi endi bizlarda salgina doktorlarning qadri nisbatan endi oxirgi 1,5 yildan beri sal yaxshi bo'lyapti. O'rtada 20 yil doktorda obro'yi bizlarda tushib ketgan edi. Masalan, chet ellarda Hasan Husan o'g'lim Amerikada o'qishadi. Nimagadir bitta konsultatsiya qilish kerak bo'lsa, 3 oy 4 oydan keyin bo'lmasa 5 minutlik narsa. 5 minutlik narsa 3 oy 4 oydan keyin keladi, shuni ko'radi. Navbat olishadi. Navbat olib, shunaqa qilishadi. Shvetsariyaga ham o'kuni bordik, bitta odam bilan gaplashib qoldik. Shvetsariyada ham shunaqa deydi. Bu 3 oy 4 oydan keyin navbat to'g'ri keladi. Qo'shimcha qilmoqchiman, mana o'zimizning estrada xonandasi Munisa Rizayeva farzandlarini Argentinada dunyoga keltirdilar. Aytdilarki, juda qiynaldim pediatr topish masalasida. Aynan pediatr ko'rigiga borish uchun navbat olish kerak ekan. Men ana shunda O'zbekistonda qadriga yetdim, o'zimizning shifokorlarning qadriga yetdim deb aytib o'tdilar. Bizlar shifokorlar ham ulardan uncha qolishmaydi, boshqa narsa qilmaydi. Lekin bizlarda doktorlar ko'p, boshqa ancha doktorlarning obro'yini nima deydi, so'kadi, boshqa bu yaxshi emas bu. Bitta gapda shu kamdan kam bo'ladigan holat, u kuni bittasi 5 minutlik konsultatsiya bo'ldimi, 200 ming berdim, boshqa haligi qilmaysizmi? Yo'q, shu. Men sizga nima kerakligini aytdim, ko'rdim, shu desa 5 minutga 200 mingmi dedi. Endi bu shunaqalar odam ekan. 5 minut emas dedim. 8 yil o'qishu dedim. 30 yil staju dedim. Keyin 5 minut dedim. O'sha 200 ming so'm turadi dedim. Keyin uyalib boshqa bo'ldi. Qancha mehnat bor buning orqasida? Siz qancha o'qigansiz, tajriba orttirgansiz? Shu bitta tanishimiz kuyov kelyapti bizaga, doktor ekan dedi. Doktor bo'lsa beravering dedi. Uni qandayligini so'rab o'tirmagan. Nimaga dedi? Sababi har qanday odam doktor bu bitirib diplom olgancha yaxshi odam bo'lib qoladi. Agar 1000 u to'polonchi xuligan bo'lsa ham, sababi o'qimasa bo'lmaydi. Har kuni 6 soat, 7 soat, 5 soat o'qimasa, u yaxshi doktor bo'la olmaydi. O'qidimi, boshqa narsa qildimi, qiyinchiliklar bor, dejurstvolar bor, praktikalar o'rganish kerak. Har xil domla o'zini xarakterini ko'rsatadi, boshqa qiladi. Ular masalan, biz doktorlar yig'ilib o'tirib qolamiz. Ichida masalan choyxona qilamiz, ichida masalan 10 kishi, 15 kishi doktor. Birontasining tilidan bir yomon gap, yo so'kinadigan, yo bir g'iybat, shunga o'xshaganlar eshitmaymiz. Siz shunday deysiz, Faxriddin aka, lekin har xil plastik jarrohlar bor. Mana oxirgi kunlarda operatsiyani muvaffaqiyatsiz tugatayotgan, va'da berib qo'yib, va'dasini ustidan chiqmayotgan shifokorlar bor. Umuman olganda insonlar plastik jarroh, umuman jarroh, xirurg tanlashayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Endi odzivlarni yaxshi o'rganish kerak. Umuman endi boshqa klinikalarga nisbatan haligi bo'lib qolishi mumkin, antireklama bo'lib qolishi mumkin. Xolisini kesib tashlasangiz bo'ladi. Shu klinikani yaxshi o'rganish kerak. Qani bu klinika o'zi qanaqa klinika bu? Tarixi qanaqa, laboratoriyalar qanaqa o'zi? Keyin sharoitlari qanaqa, operatsiyonlar boshqa. Unga nihoyatda e'tibor berish kerak. Keyin vrachda kategoriyalari bormi o'zida? Chunki hozir oxirgi masalan 1 yil ichida 5 tami 10 ta shunaqangi narsalar bo'ldi. Oxiri surishtirib kelsak, u vrach yaqinda bitirgan, hali kategoriyasi ham yo'q. Birinchi kategoriya yoki vish kategoriya bo'lgan odam qo'liga skalpel olishi mumkin. Mumkin. Kategoriyasi yo'qlar ko'p operatsiya qilyapti. Keyin bir xil klinikalar mayli endi haligi xarajatlarni ko'tarsin, shu xarajat qildim, boshqa deb kategoriyasi bo'lmaganlarni ham olib, ishga olib boshqa narsa qilib tashlayapti. Shuning uchun bu yerda nihoyatda ozgina e'tibor berib, o'rganib, boshqa narsa qilish kerak. Chunki bu operatsiya stoliga yotish, bu juda ham e'tibor berish kerak. Xuddi shunday. G'alabaning otasi ko'p, mag'lubiyat esa yetim deyshadi. Shunday fikr bor. Mag'lubiyatga uchraganingizda yoningizda kimlar bor edi-yu, g'alabaga erishganingizda kimlarni yo'qotdingiz?
где-то 45-46 yoshligimda juda yomon ahvolga tushib qoldim. Bankrot bo'lib, ozgina o'rtada aytamanki, doktorlarda obro'yi haligi bo'lmay, hali частный klinikalar uncha rivojlanmagan, byudjet tashkilotlarida oyligimiz o'zimizga ham yetmasdi, bola chaqaga teng bo'ldi. Shunga qo'shimcha majbur bo'lganimda men dori-darmon sistemasida ham ishladim, boshqa narsa qildim. Shunda juda yomon bir kishiga ishonib, juda yaqin insonimga ishonib men bankrot bo'ldim. Aniqrog'i bunaqa, o'rtada tushib, o'rtada turib men javob beraman deganman. Keyin siz javob beraman dedingiz-ku, endi shuni to'lang dedi. Javob beraman, bitta narsani aytaman. Kamdan kam odam shunaqa aytdi, men javob beraman dedim, to'g'ri. Siz o'zingiz kelishib, siz men pulni olmagan bo'lmasam, qo'limga olmagan bo'lmasam, asla o'zlaring gaplashgan bo'lsalaring. O'zlaring gaplashinglar deydi. Lekin men haqiqatan javob beraman, men borman deganman, to'g'ri. Shunda baribir men to'g'ri qilgan ekanman. Prosta qo'limga bir so'm olmagan bo'lsam ham o'sha narsani yopishga harakat qildim. $330,000. $330,000. Ha, uni faqatgina 200,000 dollarini to'ladim. Qancha vaqtda yopdingiz? Hamma aptekalarni yopdim-da, pulini berib yubordim. 4 ta apteka edi. Yaqin do'stingizmidi? Ha, berib yuborgandan keyin u odam mendan kutmagan ekan, qoyil qoldim sizga. Siz 100 so'm ham olmagansiz, aptekalarni yopib ozib ketibsiz. Kichkina bo'lib qolibsiz. Men qoyil qoldim dedi. Qolganida men roziman dedi. Bo'ldi dedi. Qolgani siz qarzmasiz, bo'ldi. Nol bo'lgan dedi. Shunda o'tirib kreslada o'tirib, erkak kishi o'sha payt bir marta yig'laganman. Yig'lagansiz? Ha, yig'laganman. Shunda yomon ahvolga tushdim. 1 yilda, 1,5 yil o'sha paytda ro'zalar boshlanib qoldi, namozlar o'qib boshqa. Menga ko'p araga berdi. Har kuni tentak-pentak bo'lib qolmay, infarkt bo'lib qolmay, bolalarim araga qilishganda, har kuni yurishga chiqaman, boshqa narsa qilaman. Har zamonda tinchlantirish tabletga ichaman. Yaxshi uxlab olaman. Lekin shu palajidan chiqdim. Keyin bir kun shu o'ylab qoldim, to'xta dedim. Shu lorin operatsiya doktorligimni yaxshi rivojlantiray, boshqa qilay deb. Keyin shu doktorlikka yana qayta boshqa narsa boshlagandan keyin rinoplastikaga mehr qo'yib, keyin rinoplastika bo'lib mana shunaqa kirib ketdim. Ana shu paytlarda juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rdim. O'sha paytida endi bo'lar ekan, u hammada bo'lar ekan. Uni gapirib yotish shart emas. Siz keraksiz, hamma sizni yaxshi ko'radi. Siz kerak bo'lmaganingizdan keyin telefon ham olmaydi, so'ramaydi ham, boshqa narsa qilmaydi. Shuni o'rtada 20-30 kishiga sharoitim bor edi, pul bergan joylarim bo'lgan ekan. So'rasam hech kim bermadi. Bir kishi $100-200 berdi, u $100,000 ortiq qarzlardi. Hech kim bermadi. Hozirgacha bergan yo'q. Telefon ham ko'tarmay. Men aytaman, xatiyaba sharoitim bo'lmay qoldi. Ishonch. Sharoitim bo'lmay qoldi. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Shunaqa deb qo'ymaydim. Hech bo'lmasa, shu berolmayman. Hozir shunaqa bo'lib qoldi ham demaydi. Lekin ko'tarmaydi telefon. Ko'tarmaydi ham. Undan ko'ra aytib qo'ygani yaxshi. Hech bo'lmasa aytib qo'ysa bo'ladi-ku deyman. Faxriddin aka, ishonch siz uchun nima? Odamlarga ishonasizmi? Endi men o'sha paytida men hech kimga ishonmay qoldim-da. Hech kimga ishonmay qoldim, boshqa qilmay qoldim. Lekin hozir men shunaqa keyin doktorlikka qaytdimda, keyin bitta narsa o'yladim-da. Yo dedim, shunaqangi bir sex ochaman dedim. Ichida bir kishi, ikki kishi ishlaydi. Qolgan hammasi faqat robotlar qiladi. O'zimcha kolgotka sexi gaplashdim, boshqa narsa qildim. Nimadir bo'ldi, bizda shu problema o'xshamadi. Keyin oqshom uyg'onib ketdim-da, shu Alloh ko'nglimni soldi-da, shu doktorligimni davom ettiraman deb. Keyin miyamdagini hech kim ola olmaydi-ku dedim. Mana hozir miyamda hech kim ola olmaydi-ku. Xohlasam Moskvaga borib operatsiya qilyapman. Men boryapman Moskvaga desam, hamma kutib o'tiradi. O'qish kerak. Yo, operatsiyaga qilaman-da. Moskvada ham Midline Service degan joy bor, o'sha joyda operatsiya qilaman. Aytmoqchimanki, baribir mana shu operatsiyani qilish uchun siz qanchadir yuzlab kitoblarni o'qib qo'ygansiz. Ha, endi shuni aytaman-da. O'qish kerak, izlanish kerak. Shuning uchun odam o'ziga ishonish kerak-da. Endi men shunchalik o'zimga ishonadigan bo'lib ketdimki, bu narsalar ham hammasi menga yaxshilikka bo'lgan. O'sha odamni o'rtasiga tushib, men bor pullarimni, aptekalarni yopganim, qarangda endi. Shu ham endi o'ylayman yaxshilikka bo'lgan ekan, meni sohamda boshqatdan qaytarib, bo'lmasam institut 6 medal, qizil diplom, maktab 6 medal o'qiganman, Xudo rahmat, otam o'qitgan. Shu doktorlikka qaytib mana o'rtada mana 7-8 yil deganda klinikalar ochib boshqa qildim. Demak, hayotda nima bo'lsa yaxshilikka bo'ladi. Da, yaxshilikka. Keyin bitta narsa, ishonish bu yomon.
lekin ishonmaslik bu falokat. Shuning uchun men baribir fikrga keldim, mayli, meni aldasa ham baribir ishonaveraman. Menga shu udobniroq ekan. Chunki ishonmaversam, bolalarimga ham ishonmay qolar ekan oxirida-da. Undan ko'ra ishonish davom ettirish kerak. Bolalarimga aytaman, bolalarim, mabodo bir narsani sindirib qo'ydingmi, sindirdim deyaver bolam. Asal qizim, asal bolam. Yolg'on gapirma. Yolg'on gapirmanglar. Yoki men uyda bunaqa kechikib qolding, bir o'rtog'inglar qo'y. Men senga ishsiz demayman. Bo'pti, qilaman. Yoki nimadir bo'ldi, telefoning sinib qoldi. Shunday e'tiyorsizlikni ham sindi men sen shunday faqat yolg'on gapirmaylik. Shuning uchun hozir meni katta baxtim shundaki, 3 ta qizim, farzandim bor, 2 ta o'g'il, Hasan, Husan, 5 ta farzandim bor. Faxriddin aka, keling endi oilangizga ozgina to'xtalamiz. Katta jarrohsiz, tibbiyot yo'lida o'z yo'lini topgan, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ham faolsiz. Bir kunda 3-4 talab operatsiya qilsangiz ham oilangizga albatta vaqt topasiz va Instagramni faol ishlatyapsiz, yurgizyapsiz. Buncha energiyani, optimistlikni qayerdan olasiz, Faxriddin aka? Yoshlikdan u kuni bitta Instagramdan gapirganmanda 70-yilda tug'ilganlar baquvvat hali dedim. Bizlar bir kunda 5-6 kilometr yursak ham yuragimiz yaxshi. Nima deydi, uncha kasalliklar bizlarda yo'q deymiz. Hozirgi yoshlar harakati kam-ku, bor kasallik ko'p. Biror yurak kasali, biror bosh og'riydi, boshqa. Bu bir. Ikkinchidan shu har kuni yarim soat, 1 soat ertalab trenovkam bor. Har kuni. Qilmagan kunim yo'q. Juda kam bo'lmasligim mumkin. Sport bilan shug'ullanasiz. Sport bilan shug'ullanaman, yengilroq. Yaxshi bitta terlab boraman. Ozgina gimnastika, sal begovaya darojgacha. Shunaqa haftada bir marta yaxshi bitta basseyn. Iloj bo'lsa sauna. Agar iloj bo'lsa bitta massaj ham. Bitta yigitlar bor, yaxshimi? Bu bitta narsa. Eng undan ham asosiysi hayotda bir xillar murakkablashtirib tashlaydi. Men ishlayapman. O'ziga o'zi qiyinlashtiradi. Xotiniga qattiq gapirib, bolalar baqirib beradi. Ishlayapsanmi? U o'zingda, lekin bolalarga qattiq gapirmaslik kerak, xotinga yomon gapirmaslik kerak. Bolalarda aybi yo'q-ku. Bolalar aybi yo'q. U juda noto'g'ri. Shuning uchun bir xil paytda juda charchab boraman. Va dadasi qalay desa, yaxshi deyman, yaxshi. Juda ahvolingiz bugun ozgina charchabman. Chunki ular o'ylanib qolmasi kerak. Dadam charchab qolyapti yoki xo'jayinim charchab qolyapti, bizardi deb keyin ular hatto minnatda, men ishlab yuribman, sizlar nima qilasizlar? Bu mana shu gaplarni ko'plar aytadi. Bu juda noto'g'ri. Va oila buzilishiga olib keladi. Ozgina andisha saqlab ishlash kerak. Bu bir. Ikkinchidan Instagram, TikToklarga qarasam shunday bemaza valigilar ko'p. Hamma birovni yomonlagan, hamma g'iybat, toza charchab tashlaykan-ku. Mana shunaqa paytda odam o'zini yomon his qilar ekan. Shunda turdim ko'chaga, Yulduz ketib yurib kelamiz borib. Ayolingiz bilan. Yulduz bilan har kuni kechqurun bizlar 1 soat yurishimiz bor. Ozgina suhbat quramiz. Yulduz sal tortinchoqroq, lekin gimnastikachasi bor. Yulduz deyman, agar go'zal, latofatli ayol bo'lib, figuralaring 60-90 bo'lib yurgin deyman, men ham uzoq yashab beraman deyman, seni kundan kun yaxshi ko'rishim oshaveradi deb. Aytgan kuylangni olib beraman deyman. Aytgan kiyimingni olib beraman deyman. Sizlar meni hayotimda mazmunsizlar deyman. Shuning uchun ayol kishiga doim yaxshi gapirib, boshqa qilib. Mana shu pozitivlikda keyin andisha qilish kerak. Sal erkak kishi sal o'zini postupkalar bilan, o'zini qiladigan amallari bilan obro'yi oshadi. Xotinni oldida ham, bolalarni oldida ham. Syomkadan oldin siz bilan gaplashganimizda farzandlarimga shunday tarbiya beramanki, hech qachon yolg'on gapirishmaydi dedingiz. Keling, farzand tarbiyasi haqida to'xtalamiz. 5 ta farzandingiz bor. 3 ta qizingiz o'zingiz bilan birga ishlashadi. 2 ta o'g'lingiz esa Amerikada tahsil olishadi. Ularga bolalikdan qanday maslahatlar bergansiz? Malikaxon, shu birinchi o'rinda bitta narsani men o'ylayman. O'zimda ota-onamda nimani ko'rgan bo'lsa, shu ma'qul dedim. Men ham xuddi shunday qilganim ma'qulroq dedim. Faqat meniki sal zamonaviyroq. Masalan, meni otam hech eslamayman, meni shu bir shapat urgani yo tepgani yo qilgan eslamayman. Urushgan bo'lgandir, eslamayman. Ota, bugun olimpiadadan birinchi o'rinni olib keldim. Bugun shaxmatdan birinchi, bugun matematikadan birinchi o'rinni olib keldim. Mayda bunaqa, zo'r, malades dedim. Bo'ldi. Matematika bo'lyapsanmi, kechigyapsanmi, umuman unasaga. Lekin kelajakda motivatsiya berib, qani endi mana shunaqa qilsalaring degan gapni qilib qo'yaydi. Bo'ldi. Shuning o'zi menga yetardi.
o'zim yaxshi o'qib doim menga erkinlik berardi. Mustaqil qaror qabul qilishga qo'yib berishgan. Qizlarim bir xil aytadi, aya dada menda dugonalarimda onalari telefon qilaveradi, kollejda keldingmi, chiqdingmi, svetoforga aytib, trotuarda bunaqa kelgancha 20 ta marta telefon qilasizlar, umuman bir marta telefon qilmaysizlar. Qayda o'qishimizni bilasizmi deydi. Qizim dedim, sizlarda bitta katta vaqtlaring dedim. Ota ishonchi bor dedim. Bolam, o'zlaring bilasizlar, svetoforni bilasizlar. Vijdoning o'zingga havola. O'zlaring o'qib, o'zlaring raqab qilib kelaveringlar dedi. Shuning uchun mana shu ishonchni o'zi katta gap. Shuni o'zi bolalarni yolg'on gapirmaslikka harakat qiladi. Hadab urishursan qilsangiz, keyin majbur bo'ladi yolg'on gapirishga. Yo, uni men qilmadim deydi. Undan ko'ra erkinlik berishga, erkinlik. Mana Hasan Husanlar juda to'polonchi. Vashi ko'p ikkalasi urush qilardi. Yoshligidan urush qilardi. Ularni ta'limiga yordam berganmisiz? Yo'q, mana shularni shuni ham aytmoqchiman. Urush qilardi, urush qilayotgan paytlari endi ota ajratish kerak bo'lsa kerak-ku, deb sal chekkaroq urush qilinglar, eshiklar hammasi sinib bo'ldi bolalarim dedim. Sal chekkaroq ko'chaga chiqib urush qilinglar dedim. Ajratsa bo'lardi-ku, yo'q. Men o'zim shunaqa qiyinchilik nimalar bo'lganman. Biz ko'chani bolasi ham yurishga to'g'ri kelgan. Shu pishsin ko'zimda oldim. U qar gipichala qilib yurar bir kun. Shunda ham ayirmayman, boshqancha qilmayman. Undan keyin bir ikki marta 10-sinf, 11-sinf paytlarida maktabda nimadir urushchalar bo'lgan, boshqa militsiyaga tushibdi. Militsiyaga chaqiradi, borsa, ha o'g'lingiz aybi bo'lsa qamatib qo'yaveringlar dedim. Doktor Faxriddin, siz obro'yingizga hech narsa qilmaydi dedim. Hech narsa qilmaydi. Agar aybi bo'lsa dedim, men so'ramayman, nima qilaman. Javob bersin. Javob bersin dedim. Ha bo'lmasam 15 kun qiladi, keyin darsini qo'yaman. Voy, bunaqa otani ko'rmaganmiz hech ham dedim. Men aytdim, hozir pishsin hozir. Ertaga keyin qiyin bo'ladi. 30 yoshda, 25 yoshda boshqa. Yo, keyin nimadir bo'ladi, dada deb chiqib keladi yana. Demak, vaqtida mehr berishni va vaqtida jazolashni ham bilasiz. Keyin ingliz tilidan o'zlarcha o'qigan, boshqa qilgan, qattiq o'qigan, qanaqa repetitor ko'pchilik so'raydi, rostdan ham bilmayman dedim. Men ularga faqat motivatsiya berib qo'yganman. O'zlaring shuni yo'lini qiling. Ishonch bergansiz. 3 ta qizingizni turmushga bergansiz. Oilali, farzandlari bor, nabiralaringiz ko'p, ko'z tegmasin. Keling, yaxshi qaynota bo'ling. Bugun kuyovlaringiz haqida ozgina gapirib bering. Qizlaringizga qanchalik darajada erkinlik berishgan? Qizlarim baxtliligini o'sha gaplaridan bilaman, yurishtirishdan bilaman, kiyinishdan bilaman, настроениясidan bilaman. Har yakshanba kuni biz yig'ilib turamiz. Bir yakshanba biznikida, bir yakshanba erkin kuyov katta qizimnikida, ikkinchi Nigora, ikkinchi qizim Jasur stomatolog, yaxshi kuyovlar hammasi yaxshi. Uchinchisi Mirjalol, o'zimiz qishlog'imizdan. Kamola qizni qishloqqa to'yga beruvdik, turmushga. Yana taqdir taqozosidan yana Toshkentga hammamiz yig'ildik. Uchalovlari ham sevishib turmush qurganmi shunda? Shunaqa. O'zlari xohlagan insonga uzatgansiz. Ha, shunaqa, shunisi ma'qul. Shu birinchidan bir-birini sal ko'ngli bo'lsa, erga tegsa ko'ngli top ketadi deb qilmas kerak. Odam-ku, odam inson-ku, ko'ngliga qarash kerak baribir-da. Bugungi kunda statistik ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda juda ham ko'p oilaviy ajrimlar bor ekan. Mana shu ajrimlarga kimdir erkak kishini qat'iyatsiz desa, kimdir ayol kishini mas'uliyatsiz deyishi mumkin yoki aksincha tarbiyasiz deyishi mumkin. O'zi nima sabab deb o'ylaysiz mana shu yosh oilalarni ajrimiga? Endi ming afsus bu ajrimlar endi yildan-yil ko'payib ketaveradi, chunki bizda hozir boshqa ideologiyalar, boshqa fikrlar, Instagram, TikToklar ancha oraga yoshlarning fikrini o'zgartirib yuboryapti. Bu bir. Ikkinchidan o'zimcha o'ylayman, ko'proq yigitlarimiz beta aybdorroq deyman, chunki yoshligimizda biz bilamizda, masalan, xotinimizni urib, so'kib, bunaqa kamdan kam bo'lardi. Qanday yaxshi ko'rgan insonni, bolalarini, onasini. Hozir bemalol ko'chalarda ham ko'p ko'raman, urib yotganlarni ham ko'raman, boshqa. O'zi shuning uchun hozirgi yigitlarimiz postupkalari sal ancha yaxshi emas, avvalgidek emas. Asabiy deng. Ha, qizlarda ham, yosh qizlarimizda ham asabi nozikroq, boshqa-yu, lekin baribir ham aytamanki, odamlarda kam harakatlik, g'aflat bosish ko'p. Uyda ko'p o'tirishadi.
boshqa narsa qiladi. Keyin sevgi muhabbat yaxshi ko'raman deydan hech kim rashk qilib bir narsaga qarab qo'ysa yo bir oddiy bir narsaga rosa uradi xotinini bir xil ko'p uradida. U rashk emasda, u просто egoizm o'zini. Xudbinlik. Xuddi urib qanday yaxshi ko'rgan odamni uradi. Urishi mumkin. Rashk degani uni battar sevib qolib, qizg'onib, unga mehr berib, yaxshi narsalar olib berib, gullar olib berib, unaqa emasmi? Yo noto'g'ri tushunamanmi men? Masalan, meni fikrimda rashk degani bu yaxshi tuyg'u bo'lishi kerak. Umuman jahlingiz chiqmaydi. Yo'q, kamdan kam. Chunki biron kun o'zingiz aytib beraman, boshda nimalar o'tgan, qolgan narsa hech narsa emasligini bildim. Shunaqa narsalarni ko'rdikka, shu o'limga rozi bo'lgan holatda. Shu qolgan narsa hech narsa emas ekan. Bir kunlik hayotimiz bizga 15-20 million so'm. Bir kunlik hayotimiz. Yana masalan yotgan odamga kislorod kuni bilan kislorod berishimiz kerak, unga falon pul ketadi. Buyragi ishlamay qolsa gemodializ qilamiz. Har bir soati $100 masalan. U qanaqa? Yoki uni yurak kasalliklar boshqa unga qaraydigan medsestraga pul beramiz, sanitarkaga, klinika, svit pul, hammasini oldingizdan hisoblab chiqsangiz 15-20 million to'lash kerak agar olim. Shuncha narsani biz to'lamayapmiz. Sog' omon yuribmiz. Xudoga ming qatla shukr. Erishgan yutuqlaringiz ko'p, ammo shu paytgacha yo'qotishlaringiz, adolatsizlik, nohaqlikka barchasiga bugun rahmat aytasizmi? Rahmat deyman. Rozimisiz? Roziman, chunki juda ko'p voqealar bo'lgan, har bir narsani aytishga unga vaqt kerak. Bir xil joylarda aytgan, boshqa narsa qilganman. Shu o'zimcha o'ylayman, Alloh sizni yaxshi ko'rsa, sinovni ham zo'rini berar ekan. Chunki bundan o'taladi deb. Lekin o'tsangiz zo'r bo'lib ketaverar ekansiz. Malaka shunaqangi bir sizda bir aura bor ekan, maza qildim. Rostdan ham maza qildim. Shunaqa baxtli bo'ling. Suhbat uchun kattakon rahmat. Samimiy suhbat bo'ldi. Javoblaringiz uchun rahmat. Va bizni kuzatayotgan aziz yurtdoshlarimizga tilaklaringiz bo'lsa, ikki og'iz marhamat. Sog' bo'lingizlar, Malakaxonda, doktor Faxriddin, podpischiklari, kuzatuvchilari. Biz men hammangizni yaxshi ko'raman. Faqat yaxshilikni o'ylab, faqat pozitivlar qilib uzoq umr ko'ringizlar, baxtli bo'lingizlar. Shu hayotda boringizda o'zni baxtligini sezsalaringiz bo'ldi. Faqat yaxshi kunlarda, to'ylarda, bayramlarda ko'rishaylik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Salomat bo'ling. Aziz yurtdoshlar, dunyodagi eng qimmat narsa vaqtingizni ayamaganingiz uchun kattakon rahmat aytamiz va iliq fikrlaringizni izohda kutamiz. Bu Global O'zbek loyihasi edi. Ildizi vatanda, dovrug'i jahonda. Omon bo'ling.